Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yana arkadaş yerlerdeki aziz kırdaşlarımız, hammanıza Allah'ın güzel salamları ve rahmeti olsun. Bugün kıymetlik mehmanlarımız var. Yani Kazakistan'da şu neçe vaktin beri, uzun vakitlerden beri Xitay'ınki zulma karşı özünki farzandlarını, uqtuqanlarını Xitay'ınki qaytarıp berişini talep kılıp, Xitay'ın konsulxanları aldıda, türlü iş yerlerinin aldıda her güne faaliyet kılatkan akilerimiz bilen, anlarımız bilen bugün söhbet kılmakçı. Hazırkıdaki muşundaq Ramazanlarda mı? Yani bir taraftan roğuz tutup, bir yaktan yani faaliyetini davamlaştırmakta, şu saq bolsunma. Aldı bilen sizlerge rahmetimni bildirmen, rahmet eytimen. Bütün Şarkı Türkistan'da kırındaşlar ve bütün şu dünyadaki barlık Müslüman kırındaşlar sizlerden ki muşkul kan faaliyetlerinizden görüp nayet tesirlendi. Bugün şu yüz görüşlüğünü sıpıptı. Hoş geldiniz. Amin. Aldı bilen şu Kurbancan akam dep koyayım. Kurbancan siz şu faaliyetinin başlanış jaryanını sebebi bulatkan ahvallarını bir tanıştırıp ötsünüz. Assalamu alaikum. Anwar. Assalamu alaikum. Dünyanın amcaydıkı kırdaşlar. Hamdi özünler bilisizler, şu 2016 yıldan başlap Xitay hükümeti şu Şarkı Türkistan'da genosidini başlap ketdi. Bizning qiyimiz şu genosidga uchirg'ishi adamlar. Bu analarımız şu 2021 yılının 2. ayının 8. Қазақстан Алматы şəhərindəki Xitayның baş konsulxanasının aldıda özlərinin narazılıqlarını bildirib, özlərinin qərindaşlarının Xitay hökumətinin Xitayның turmusundan, koncentratsiya yana uy qamoqdan chiqarib Қазақстан avatishini talab qilyapti. Lekin bugungacha 87 kundan buyon Xitayның konsulluğuna hech qanday bir xadimı bizga javob bergan emas. Endi bu belki echishliq, biroq bizning bu analarimiz bularni, ya'ni o'zining yaqinlarini qutqizishning shundoq bir qaysarlik politik bor edi. Şu ekrandaki çoğun apımız Halida apımız. Halida apımızın 3 balasını Xitay hükümeti sebepsizden türmege qamab sotlab etdi. Yani Gulpiya Hanım'ın apısı 70 yaşta namaz okuduğu sebepler bu adımızın apısını 12 yılga qamab koydu. Sizin ki bu bir inanız bağı değil mi? İnternet yaxşı olmadı. Sizin toğrunuz hazır yaxşı emas. Hazır sözünü Halide anamızga bereyli. Apa sizler ismi esip durma? Gulpiya Hanım. Esip durman. Halide ana siz Uygurca bilisiz herhalde. Özünüzün ki şu kılıvatkan faaliyetlerini bir tanıştırıp ötsünüz. Nima üçün şu faaliyetine başladığınızda, qanday kıyınçılığa uçurduğunuzda şu meselelerini bir tanıştırıp ötsünüz. Boluda men kelgenim Gulca Künes 8. ayda işe şöydeden geldim. Men bu Xitay konsulun aldığa çıkkandaki sebebim menin 3 balamni rahim vergen satıp aldı. Rahim vergen Rozcan, rahim vergen Ahmetcan 3 balamni 2018 yılı 2. ayının 18. günü 3 kelinimni, 3 balamni elip kirketti. Xitaycha 4 ayı. Xitaycha okuyorsun dep elip kirketti. 14 nömrem koçada karavsız kaldı. 3 kelinim 1 yıl 8 aydan yetip çıktı. 2 kelinim.
Bir kelinim 1 yıl 11 ay yetip çıktı. Birinci kelinimni 11 yıl sotlap yürgen. Birinci kelinimni Atatürk'e az kılıp yürüp çıkarıp aldım. Hazır 3 yıllık kelinim Xitayda uyda men bilen köreştirmeydi, men bilen sözleştirmeydi. Men 5 yıl oldu balcaqanda nevlerim kögünüm yok. Balının 3 balının tırmığı kirketkenine okul lager egirketkenini anlap yolduşum qaytish yok ketdi, tugab ketdimiş. 2018 yılı 2. ayının 20'si ağırıp 2018 yılı 9. ayının 9 günü saat 5'lerinde o dünyaya ketdi kaygıdan, balının derdini kötüremey. Şundan balının derdisine yerlikini koygan ki men berip Atatürk'e az kılıcım 3 kilim çıkarıp aldım. 3 balların bir yıllık şeye çıkanda yarın ıstırıkını tapamadım. Optan bir yıllık sotlap boğandı ki telefon kıysam daha dedin ki hakimi aldı şu cisi. Elip 3 balanızı sotlap jüver dedi. Çoğun balanız 22 yılga, 2. balanız 22 yılga, 3. balanız 10 yılga, 54 yılga sotlu etti. Sotluğundaki sebep sen 5 vakit namaz okuyduken sen 5 vakit cümeği vardıken sen namaz okuyduken sen de sotlu etti. Men Xitay konsulunun aldığı çıkandaki sebep 3 balanı izlep sen çıkıp oturma. Men çıkandaki sebep her türlü Xitaylarga, her bir kampanya munaylarga, zavodlarga, rızklarla berip çocuklarını çıkarıp attığımız bizden Xitayda uruk tıkan balçaklarımızla enli bası çoğultup isin çıkargan iken Xitayda bizim Xitayda kıyan iş Xitay bolsa şunu çoğultup bizim isin çıkarımız hep çıkarıp attığımız biz Kazak'a kötülük yasap çıkınımız yok. Kazakistan karşı boğulumuz yok. Kay yerde iş Xitay olsa şunun karşılap şu baldırını çıkarsın deyip çoğulap ulap ötüş hesap verip oturumuz. Bana Amerika, Rusya, Kore, Türkiye her yaktan bizge bir vize el kıysa, bizge kömek kıysa şu yakta barımızsak bu yaktan hiç kandan ne diye çıkmadı. 87 konsuluk ortasak bir Xitay konsuldu. Cevap vermedi. Kazakistan'ın her bir organlarından o sizge senderge biz cevap alamız bugün gel ertgel hiç kanda 87 günden bir qartay hiç kanda cevap yok bizge. Şunun için ballarımız izlevseler muşu parağını kılıp oyuncularım ayılдар bir grupa olap şu Xitay konsulunu aldık çıkmaslık amal yok oldu. Biz ne Xitay konsulunu aldığa mecbur kıygan Xitay'nın özü. Xitay bizden ballarımızga, uruk tuqqanlığa, Uyghur Kazaklığa tiyişmese Xitay'da bizden nemimiz var. Biz mi tinch oturup nemimiz yap jenimiz bakımız. Maşallah. Benim az erminim her yer az kılıp atkanlık sebebim muşa. Maşallah. Allah razı olsun sizinki bu şu cesaretinizge, kahramanlığınızga nayeti görüp pek tesirlendim. Endi şu Gülpiye hanım açmışsınız bir özünüzde bulatkan validini faaliyet kılış jarayonunuzda muşun bir tunuşturup ötsünüz. Yaxşımsız. Men Şinjan Gulcuna Li Kazak Abdunubas Gulcunaya Domaza Yiza Domaza kenttim bolmy. Menin anam Anarхан Kanetbek toyda otagayada 2017 yıl 12 ayda naq başlangan günü 2017 yıl 12 ayının ahırda başlangan o. Aşı günü toyda otagayadan biraz söhbet kılattık dep toyda otagayadan eşitip şu beti lagerga ketip bağıldık. Lagerga apırıştım bir anamni nınız korulgan dep bir ösüm ba dep apres kızbaşçı bu tayarlık atattık. Hem yürekti battı, kambesim battı. Aşı apres tayarlık atkalada bu apamın ekir ketdi. Ekir ketip arlıqta biz 8 ay apamның näde kalganını uqmaymiz yok, izdireksiz yok akep.
2018 yılı 8 ayda faqatlı bir axbaratda iki so'tchining deydi. Men o'zim ko'rmadim, inim meni chaqirtibdi, ada kamsan so'ngda apamni nim qilib basam, inim o'tiribdi, dadamga deyolmaganda sotlanganini dadamni anglamagan. İşte apamni 12 yılga sotlabdi, 12 ming so'm xalq puli, renminbi deb qo'yamiz ku, xalq puli Xitoy pulida 12 ming so'm fakuan, Germaniya. Andaki 5 yıllık siyasi hukukadan ayırgan. Ben 2018 yılı 8 yılı ayağına aşı günü, aşını algan günü apamni şu bizge okşaşmış muştak nimede görüştük, torda. Yezlik nimede apadi. Apaga vaqta anamның çeçi uzun de. Anamның çeçini keserken, andikine türmede kiyizgan nimelerning cinayetlerning kiyim bağı, türmede kiyiz açtaq kiyim bağı. Kollarının hammasi ko'z bilan kishanlangan, kishallab tashlagan. Andiki ikki tarafida saqchi bor, u saqchimi to'liq qurollangan. Hammasining miltiqlari bor, qurollari bor. Ashunchalik darajada. Şunu men 2019 yılı 5. ayda men Qozog'istonga keldim. Mushu 3. aydan boshlab men mushu anamning nemisiga menvatna. Hamda biz mushu Xaldapan ba, Baybulat ba, biz aşağı turg'izgani 87 kun bo'ldi. Ulardan hech qanday javob yo'q bizga. Nim bo'lding degan odam yo'q. Texi bizga ular bizni mala bizning nemin huquq manfaatimizga ta'sir qiladi deb bizning Qozog'istonning sirtqi ishlar nimisiga ular bizning ustimizdan da'vo qilganda bizni qo'g'dash sizlarning majburiyatinglar deb. Ular hozir ularni qo'g'dayotdim, bizni yoq mang'uzmaydi. Necha qatim shu qo'llarimizning hammasi tatishtirib ko'kirib qoldi qo'limiz bir kun. Xaldapanda necha qatim so'rdi. Hozir ham biz amalsiz qoldik. Amalsiz biz hozir. Biz qo'zg'almasak bizning u yerda yotgan odamlarimiz o'lib ketishi mumkin. Masalan, meni onam 70 yoshga kirdi. Hozir men qo'rqilgan bor, yurak bor. Moyaqni o'qib soldi, moyaqni ochqidi. Ashunchalik darajada ham eg'ir nimasi. Ham 70 yoshga keldi. Men necha qatim bordim ularga. Аңымыз kepillikka beringlar. Kepillikka biz kepillik ochqaysiz ben dey ular menga. Hozir ham Qozog'istondami bizga hech qanday javob yo'q. Biz Nurg'oyalarga arz qildik, masalan, sirtqi ishlar ministriga arzimizni olib berdik. Ular ishni kelishtiryapmiz deb. Biroq bizga aniq javob bo'lmagan keyin biz uningga bir ko'nglimiz to'lmagan ekan uningga qanday bir to'xtatib tura olasiz? Siz bir tuqqaningiz odamlaringiz yotsa, siz uyda xotirni yota olamsiz, yota olmaysiz-ku. Şunu biz hozir hech qanday amalimiz yo'q bizning hozir. Faqat ashlarni qutqizib olsak, bu yerda yotgan faqat mening onam emas, mening bir tog'ishim bordi, Uyg'ur Rimay deb. Apisi 80 yoshga kirgan, mening onamdan 10 yosh cho'ng. U ayolni 20 yilga ketdi. Mushundaq ishlar jiq u yerda. Shuni men endi siz bugun sizlar xabarlashib intayin xushal bo'ldim. Sizlarga rahmat, bizga alayda ko'ngil bo'lib, mushu nimani o'rlashtirib, mushinchi ko'ngil bo'lgan, biz mushinchilik bir bug'doy meni yo'q bo'lsinmi, bug'doy so'zing yo'q, dening yo'qmi deydigan nimalar bor. Biz mushinchilik bir nimaga muhtoj bo'lib qoldik hozir. Biroz bo'lsa, to'xta mushinchilik sizlar yaxshi bo'lib qolsa, cho'qim sizlar bizga bir g'ayrat, shijoat beradigan odamlarga biz hozir tashna bo'lib o'tiryapmiz. Ko'p rahmat, nihoyatda ta'sirlik ahvolda padingiz. Hakikaten men bu ko'rib turibman, bak ta'sirlandim chunki necha vaqtdan, ya'ni sizlar bu faoliyatni boshlashdan burun shunda bir rasmiy kuchab haqiqiy bir tirikchilik bilan bir Qozog'istonda bir faoliyat bo'lganini men ko'rmagan. Ham to'g'riladimmi, internetda surishtirib nima qilsammi, Qozog'istonning bo'lgan namoyishning chiroyli bir mandaq bayroqlar bilan tushgan hech qanaqa rasmni topolmadim. Shunda bir darajada estetik amaliyotda Qozog'istonda nurg'un Uyg'urlar bor, nurg'un qozoq qarindoshlarimiz bor, shu o'xshash bizlar o'xshash zulm ko'rayotgan bu qarindoshlarimiz hammasi qo'zg'alish kerak, hammasi sizlarga yordamda bo'lish kerak, barobar bo'lish kerak, birga chiqish kerak. Mayli har jihatdan birga yordamda bo'lib, birga rasmlarga tortishib degandek har jihatlardan videolarni qilib taqibchi har jihatdan yordam berish kerakdi. Sizlarga o'xshash azamatlar, qahramonlar chiqqandan keyin shu asosda uyg'onib agishidan ishgan xalqlardan keyin sizlarniki shu
faaliyet kılayotgan qarindoshlarımızın hemmesi Kazak qarindoshlarımız mı, Uygurlar mı? Hemmingizlar şu Qozog'iston vatandaşı mı yoki hemmingizlar Xitoyning vatandaşı mı? Mushuningmi bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Biz hammamiz Qozoq deya turayotganlarni. Endi men Qozog'iston xalqi bizga yordam berdi desem pek sert bo'ladi. Ular bizga ihsos jihatdan o'zlari uyda o'tirib, masalan, analarimiz xeyli jiroq joylardan keldi. Masalan, Xaldapa shkaf to'zalmış keldi. Yeşi bo'lsa 60dan oshdi, o'ng'ay emas. Tushdi oldingi vaqtlarda bizga tomoqlarni nim qildi. Hozir ma ro'z vaqtda biz mush onalarimizning azob bo'lsa krapullarini ko'tarib beryapti. Endi u yerdagi masala hammasi shu Xitoydan kelgan mishaga ko'chman bo'lib nupus almashtirganlar. Yani dastlabda Xitoy vatandaşı bo'lib, keyin Qozog'iston vatandaşıga o'tgan qarindoshlarimiz bu. Ha, Sizlar u yerda yashayotganlar bir necha yil bo'lganda sizlarcha u yerdagi Uyg'urlar, Ashadan kelgan Qozoq qarindoshlar nima uchun sizlarga qo'shilmaydi? Ularning o'ylayotgan narsasi nima uchun qo'zg'almaysizlar degandek u yerda nur urug' tuqqanlar bor, do'stlar bor. Ularning ko'pincha shunda Xitoyning zulmida, kamplarda ularni qutqizish uchun nima ishga harakat qilmaydi ya Qozog'istonning bakroq besim qilyapti, nimadan ansirayotdi? Ularni asosiyatan ulardagi bir qo'rqinish. Masalan, bu yoqda da'vo qilsam, men o'zim 1 yil, 2 yil yetib qoldim uyda. Masalan, ularda bir qo'rqinish bor. Masalan, Xitoyda mening onam yotdi. Mening onam yotganda men o'sha Xitoy konsulining oldiga chiqqandan keyin bizning uyga dadamga, inamga ular qo'pozlik qildi. Andaq ketimiz, mandaq ketimiz, sening hadang xalqaro terrorchi nimalar qatnashibdi. Ular bu yoqda hech nima bilmaydi. Ulardan hech qanday bir aloqa. Masalan, biz hozir biz xalqaro hamma narsani Qozog'istonda ko'ra olamiz. Ular u yoqda hech qanday narsa bilmaydi. Faqat WeChatda o'zining masalan, Jungoning, Xitoyning ichki xabarlarini ko'rmaydi ular. Faqat yaxshi deb narsalarni ular o'zlarida shunday bir xotirjamlik bir turmush nimasi bor deb o'ylaydi xalqning nimasi. Endi bu yoqdagi qarindoshlarimiz bo'lsa, ularning ashlarning masalan mening ta'sirimda men dadamning yana kirib ketishidan, inamning yana kirib ketishini yaxshi ko'rmayman bu. Mana shu qo'rqinish, hammani qilayotgan shu qo'rqinish. Endi Polat akamiz siz azroqmi shu uchrayotgan qiyinchiliklar yo'liqqan qiyinchiliklar to'g'riliq biroz so'zlab bering. Hozir men sizning mikrofonni taqib qolgan o'xshaydi. Mikrofonni siz Rahmat, efendim. Endi ben o'zim 2002 yılı o'sha vatan Qozog'istonga ko'chibman. 2008 yildan beri o'sha Qozog'iston xizmat. Mening bu bola sizning to'rsal ojiz o'xshaydi. Shu to'r 2018 yılı 3. ayning 20 kuni to'g'ri yaxshi bo'lmayapti. Men inimning mana bugun 1143 kun bo'ldi. Xitoyning turmusida qamoqda o'tirdi. Men bilibdi shu turmaga qamab qo'ygandan keyin 1,5 yildan keyin ovoz chiqardim. 1,5 yilgacha biz aldinib yurdik. Shu konslagerga qamab qo'yganlarni 3 oyda chiqardi ekan, 6 oyda chiqardi ekan, 1 yilda chiqardi ekan deganlarga ishonib yo'q. Şunun bilan biz jurib qoldik. Keyin sotlar degan anlagandan boshlab endi bar kuchimizni chiqarib o'sha o'zimning qutqizish yo'lida faoliyat qilyapman.
Hamdi dastlabki shu inimni qutqizishning yo'lida boshlagan bu ishni. Keyin shu Sharqiy Turkistonda shundaq Xitoyning zulmiga uchrayotgan hamda Kazak qarindoshlarımızdan 700 minggacha, Türk qarindoshlarımızdan 3 milliongacha degan shundaq uchurlar bor. Ham shuni o'ylaganda biz uyda o'tiramiz. Shu qancha kuchimizni chiqarib, o'sha Xitoyning genosidini to'xtatishga, Xitoyning shu konslagerini taqatib yotqizishga, shu uy qamoqda o'tirganlarning uy qamoqdan chiqarib, shu bo'stonlikka chiqarishga hamda biz o'zimizning qo'limizni kelgancha harakat qilyapmiz. Hamda bu kurash bek qiyin, bek xatarli kurash bo'lyapti. Mushu Xitoyning konsulining oldiga berib o'zimizning noroziligimizni bildirish jarayonida hamda o'zimizning mushu Qozog'istonning saqchilari kelib bizga to'sqinlik qilyapti. Hamda biz o'ylaymiz qonun ya'ni shu Xitoy konsulining oldida faoliyat qilish jarayonida meni olib 10 kunga qamab qo'ydi. Vaqtcha qamab qo'ydigan turmusida. Chiqqandan keyin yana shu faoliyatni davom ettirdim. Qiyinchiliklar ko'p. O'tganda 3 kun ichida avariya bekfaqat bir kun qor, bir kun yomg'ir. O'sha adlarimiz kuchi bilan chidab keldi. Hozir endi bir tarafdan ro'za vaqti, bir tarafdan kun issiq. Shunday bo'lsa-mu, bu odamlar bor kuchini chiqarib chidab kelyapti. Hammasining o'ylaydigan bir shu Xitoyning zulmidan o'zimizning qarindoshlarimizni qutqizish. Rahmat. Sizniki to'rsal ojizgan, shuning uchun shu ahvolni ko'pinchasini shu ishga hemshiramiz bekroq tushuntirsin. Hozir endi Xolida ana siz o'zingizniki boshqa yo'liqqan men bir rasm ko'rib qoldim. Men rasmni hozir chiqarishga tirishay. Bir animiz balki siz bo'lsangiz kerak, shu urib peshonasi ishib ketibdi. Bu sizmi rasmdagisi yoki boshqa bir animiz? Bu jarayon qanday bo'lgandi? Jarayon başta chiqqanda bir oyning oldida chiqqanda men saqchini ishtirib Xitoy konsulining oldiga borib deb zo'rlik qildim. Saqchilar meni ishtirdi, men saqchilarni ishtirib yendan bir telegramdan o'tib ketma deb tegab demishdim. Ma'lum azroq nima qilgan bo'ldi, tatlagandek bo'lib qoldi. Şundan rozada saçlarım pel yapmayık boptu. Boldu men özüm yıkıldım dep onu tükdüp ettim. Menin ballarım yatkanlıkı sebep menin 3 kelinim Uygur. Xitoydaki 3 kelinim Uygur. Namaz okudum. Akemle apam kaza azmatlık ötüp aldı. Terörist memleketke berip. Ayallarım Uygur. Dep bärini birlikte her bir sebeplerle sotlaplanıp oturdu. Men Xitoyning konsulunun alına demim kalganca 3 balani izlep çıkama. Balalarınki men Xitoyga nimaga aytdim? Xitoy zamanında adam bayburat var peşimde. Qancha ming adam jatır turmuş sizin balanız emas. Qancha ming adam jatır tatay deb aytdi. Tajining hokimi. Bo'ldi deb shuni dedim. Ballarına hiç qanday xabar yo'q. Ballarına künesi var deb anladım türezdim turmuşda. Kelinlerine sizler men sözleşkende o'sha ekran orqali ballarni ko'rsatgan. O'lka cho'ng balam men Xitoy konsulini oldiga chiqqandan keyin menga bir oy bo'ldi yosh qarayotdi. Bir yilda chiqib qolamanman deb ayoliga ekran orqali aytgan. Ayala bir tunishdi men aytib yurgan. Vallahi 3 bola turib yotgan, ya dadasam o'lib ketganini bilmaydi. Men bu yerda jig'jig'lab yurman. Mening qo'limda bir bolam bor, kenji bolam.
4 balası var. Öz günü özü ne kılır hazır bana karaydı. Xitay'da kelliler karaydı. Tapsa 5-10 tanesini verdim. Bir bala hazır 4-5-15'e karab kaldı. Bir balanın da derdi özü düşük derdi var. Ben en amalsızdır Xitay konsul aldım. Beni Xitay zorluk kılıp çıkarganlık sebep. Xitay öz zorluk hesap oturdu. Ben amalım var. Aktığım tüküce. Ben şimdi üyüm var. Üyümü satsam da Amerika her memleketlerine kömek sorayım, yardım sorayım. Yardım kılan cağday kimse ben üyümü satsam mı baldırını kurtarayım. Amerika, Japonya, Sibirya, Türkiye bırak bana diyen ümit oturumun. Özem yeşim. Ben 57 yılınki pasportta, 54 yılınki. Ben ettim şu Halil'e de koymayın. Çakatkan ekenin adı. Yoluşum ya. Kazak kişi, Kazak'ın içi Calayır olurdu. Calayır'ın içinde Mırza diyen il olurdu. Kasım Tokayıp. Annem Ferzent'e tukumlar olurdu. Yakın tukumlar bir Calayır olurdu. İlk endimi de Xitay konsun aldı vaganda Tokayıp ben cengen olamın. Ana illerin çıkan da bu ayğayla gelirim ba. Ben de amalsın çıkıyorum. Ben bu işi toxtatmayman Xitay konsulun aldırın. Ballarıma cevap çıkanca ne sırtın vizi kelgençe mağan. Ben özüm teyarlıqını kılıp tem tam soçum ben ballarını kurtaramın. Ben ballar için canım kurban barımda, narımda, bağrımda, canımda şu 3 balam benim. Rahmet sizge. Sizga ko'p rahmat, maşallah. Ish qilib nihoyat bir jasoratlik. Hozir bir nihoyat muhim bir gapni qildingiz. Shu narsani hammamiz pishiq yaxshi bilishimiz kerak. Aslida bu bizni Xitoy o'zi majburlayapti. Hech qanday bir qo'llash yo'li qo'ymayapti bizga. Biz ya qilmayli desakmi, manda boshqacha bir ish, boshqacha bir yo'lda hal qilayli desakmi ishimizni, urug'-tuqqanlarimizni, ota-onamizni, bolalarimizni boshqa bir yo'ldan qutultiraylik desakmi, hech qanday bir yo'l qo'ymay, faqat shundoq bir ko'chaga chiqishdan boshqa bir yo'lni qo'yib qo'ymayapti. Bu Xitoy o'zining kuchiga bek ishinib ketib bordi. Bu kunlarga oz qoldi, bu Xitoy kuchi bek tushib ketdi. İnşallah bunu hem qarindoshlarimiz bilish kerak. O mayli siz abiyam degandek mayli türk qarindoshlarimiz bo'lsin, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, bütün dunyodagi shu bütün qarindoshlarimiz hammasi bilish kerak va bizga yordam qilish kerak. Qo'ldan kelishi davlat xodimlari, davlat raislari hammasi. Bu kunlar agar bizga yordam qilinmasa, bu yana Xitoy yana davomli ilgarilab hozirmi siz Qozog'istonning ahvolini yana şu Gülpiye Hanım'dan bir imkılımız hazırlık koşuk nimede Kazakistan'da mı Xitayning askerlerining kelganligini ma'lum bir qarz yani Xitoy qarz berib Qozog'iston hukumatiga shu qarzning qarshiligida ma'lum bir yerlarning olganligini xabarini ko'ryapmiz. Bu to'g'riliq siz biroz so'zlab beramiz sizga Gülpiye Hanım. Endi u yerlarni septib hozir menimcha aytganda Xitoy bizning Qozog'istonga 180% kirib bo'ldi deb o'ylayman. 180% kirib bo'ldi. Biz mayaqda namoyish qilyapmiz. Biz ota-onalarimizni, bolalarimizni, hadis singillarimizni qutqizib, bizning diqqatimizni oshnonga chechiyapti. Bizning diqqatimiz oshnonda qoldi, bizning ko'nglimiz oshnonda qoldi. Biz boshqa hech nima o'ylamadi hozir. Bizning millatimiz ashada qoldi. Bizning dinimiz ashada xo'rlanadi. Endi bizning diqqatimizni ochiq chechib, endi Qozog'istonda yana bizning yerimizga, yana bizning millatimizga, yana bizning dinimizga suqinib kiryapti. Bu faqat ularning Qozog'istonni yerini setib olish, zavod qurish maqsad emas ularniki. Cho'qim biz hozir Şinjan deb qo'yamiz, biroq Sharq Turkiston azallar Qozoq bilan Uyg'urning makoni. Ular bizga asta-asta sinib kirib, oxirida bizni qo'g'lab chiqadi. Shundaqmi? Endi Qozog'istondami bular asta suqinib kirib, asta-asta aldab, pul berib, undaq. Yana bizga
bizge yana tehdit yapıyordu. Hazır Kazakistan'ın halkının asosiyatının hemmisi %100 fakat devlet işlerini okumayma da halkının hemmisi Xitay halkıga narazı. Bu doğruluk sizler belki körüyorsunuzlar ekranda narazılık ağzları çıkıyordu. Hiç kandak bir Kazakistan'daki hiç kandak bir millet özünün yerini Kazakistan'ı kandak bir ulut bolsun. Xitayda 150 ulut millet pattan 56 millet bolgan. Bir Hanzu 56 milletnin içinde Uygur, Kazak, Türk milletlerini patkuzmu deyip, bizni türmege soğladı. Endi Kazakistan'da 120 halk var, millet var. Onun hemmisi qarab durmaydı. Ular, ben oylayman, her qandaq bir adam özünün vətənini hitetmeydi deb. Endi yuqur tarafniki başlarının qandaq oylaydığını biz düşünmeymiz. Hem düşüngümü kemeydi. Hukuk degen yaman go. Bizning vaqti kelganda Sharq Turkistonmu ana aşındaq hazırki Kazakistan kadar vayron bo'ldi. Eng oxirida o'zimizni qo'g'lab chiqadi. Hozir biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozaq, boshqa millatlarning hammasi sargardan bo'ldik. Biz qayerlarda yuryapmiz? Sargardan bo'lib, o'zimizning matnimizdan boshqa agar tinchlik bo'lsa biz Qozog'istonga ko'chib kelishimizning hojati yo'qdi. Sargardan bo'lishimizning hojati yo'qdi. Endi bular bizning kaynimizdan bizning diqqatni men o'ylayman. Bizning diqqat nazarimizni hozir bizning urug' tuqqanlarimizga ketib, bular yana bizning millatimizga, yana bizning yerimizni olmoqchi. Bir yo'lda bir balog deydi. Uni Xanzuchi Yiday yil deydi. Yiday degan bir avlodda bir yo'l. Ularning bir avlod degani Xanzu avlodi u. Bir balog degan gap emas, u Xanzuchida Yiday degani tushunsangiz, bir avlod degan gap. Ular faqat biz Xanzularni boshqa hech qanday ulut millat mavjud emas degan gap bu. Shunga u menimcha o'ylayman xalqarodagi har qanday bir diplomatlar, hukumat ishlaydigan odamlarning qolsi so'z bizni yaxshiroq ishlaydi. Ular u gaplarni biz demasakmi, ular tushunib yetib bo'ldi deb o'ylayman. Endi ularga hozirgi mushu vaziyatda bizga hozir Qozog'istonga erib yer budjetini setilyotdi. Xitoylar kiryotdi. Bizning ko'rayotgan kunimiz mana sargardandek u Xitoyning ishini berib Xitoy chiqdaymiz. Agar ular yaxshi bo'lganmiz, biz u ishdan qilishimizning hojati yo'q-ku. Ular o'zlari bizni majburlab ko'chaga chiqadi. Endi biz ularni ko'chaga chiqarishimiz kerak. Ularni bizga o'xshash yolurish kerak-da hozir. Bizga faqat shu kerak. Biz faqat bugun bir 10 ta ayol chiqaylik, bir ta ayol chiqaylik, men yolg'iz chiqay. Biroq biz bu ko'rishimizni to'xtatishga amalsiz hozir. Rahmat, Allah razı olsun. O'rinli gaplarni qilyapsiz. Hozir sizning xabaringizga qaragancha o'zingizning ma'lumoti bo'lgan shu Qozog'istonda Xitoyning askarlari, qanchalik askarlar bor, Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarimiz bilan Xitoyninki, yana o'shadagi har xil ishlarni qilayotgan tijoratchi Xitoylar bilan urush jidal bo'layotgan ahvoli bormi? Bu to'g'ri Qozog'iston deb bilsangiz. Endi siz aday holdapa deb ketdi, yiqilib tushdim deb Baybolat 10 kunlik yatdi turmada. Siz nima uchun ularning yatganligini men tushuntirmasam siz bilyapsiz. Ularning hammasi shu Xitoyning dastida bo'lyapti. Bizning hukumatimizni, bizning shu boshliqlarimizni hammani setib olgandan keyin u 180% degan gap shu-ku. Shunchalik darajada hozir biz bugun mana Baybolatlar nimaga bordi? Jungo Yinhan, Jungo Xalq Bankasiga bordi. O'sha bo'lganda bir undaq desam, o'zining qozog'ingda o'zining yomonlig'i bo'lsa, biroq bu yerda undaq yo'q-ku. U chiqib sizlar asli yo'l bilan ularga biz asli yo'l bilan qilishdan o'tib ketdik. Ular bizni tinchidimi? Men 2 yil yatdim. 2 yil yatgan vaqtda uyda, sen 2 yil uyda g'am qilmay yetsa, anamni chiqartadimi? Chiqartadi. Shundami?
Biz hazır faqat kurashga, mushtaq xalqning diqqatini tortib, bizga o'xshash bo'lib qolmasin deb biz ba'zi bir gaplarda Xitoy kirmasin, Xitoy undaq qilyotidi xalqni. Bizning maqsadimizmi Xitoyning qanday ekanligini xalqqa tuntirish. Biz ko'rgan kunni biz ko'rdik, bo'ldi, bizning beshimiz bilan kelsin. Endi bizning hozir Qozog'iston tinch bexaraman xotirjam yashayotgan xalqimizning beshiga akelmasin. Bizning avlodlarimiz bor. Mayli Qozog'istonda yashayotgan bir necha u millat bor. Aşı bir necha millatning taqdiri hozir bizning qo'limizda qoldi. Ular cho'qim Xitoyning qanday ekanligini bilish kerak. Hozir birsi yaxshi deydi, birsi yomon deydi. Bularni hozir bular bir xil qaymoqchilik qoldi. Qaymoqchilar. Siz degandek biz ko'rgan kunni hech kimga ko'rsatmasin. Alloh bu shu qozoq bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, o'zbek bo'lsin, boshqa shu O'zbekistonda, Qirg'iziston buni diqqat qilish kerak. Qozog'iston hukumati buni farq etish kerak. Qozoq millatini bilish kerak. Buni vaqtida his qildirib, vaqtida to'xtatadigan ishni qilmasak, siz degandek bu dunyoga virus, Xitoyning virusi yeyilgandek, Xitoyningki ishg'oliyati yeyilib, butun xalqlar bizning kunimizda ko'rib qoladigan ish bo'lib qolishi mumkin. Qimmatli so'zlaringizga ko'p rahmat aytaman. Yana bundan keyin inshaalloh sizlar bilan nazarda bir qitim naqmaydan qilib turamiz. Oxirida siz shu Uyg'ur tilimizni tushungan barliq qarindoshlarimizga demoqchi bo'lgan so'zlaringizni deb o'ting. Andan keyin Xitoy hukumatiga deydigan so'zlaringizni deb o'ting. Shu xil shaklda Xolidonimiz desin, bu akamiz desin. Chunki bizniki qilayotgan faoliyatlarimizni, bayonotlarimizni, shu videolarimizni Xitoy konsulininki, ya'ni o'zimiz turayotgan rayondagi Xitoy konsulininki buni radlab, arxivlashtirib Beijingga yo'llaydi. Shuning uchun buni ham Xitoyga deydigan gaplaringizni deb o'tingizlar. Uyg'ur qarindoshlarimizga o'zingizlarning ko'ngil so'zlarini, qanday bir yordamga ehtiyojingiz bor, shularni deb o'tingizlar. Siz boshlab turing, Gulbiya xonim. Hammalarning o'sha vaqtda xayrli bo'lsin, sevimli qarindoshlarım. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Qozoq bo'lsin, chiqib dunyodagi barliq millatlar saqlanish kerak. Saqlanmasak bo'lmaydi. Biz kurashga atlanishimiz kerak. Bizning oxirgi vaqtlarimiz qora zulmat ichida ketyapti. Biz 5 yil tatdik Xitoyning dardini. Onalarimiz ketdi. Urug' tuqqanlarimiz ketdi. Ne chiroyli qizlarimiz ketdi. Uning hammasini ko'zimiz bilan ko'rib tutib qarab o'tadik. Ularning tutilishini begunohsiz bo'lsa-mu biz qarab o'tadik. Nishqa bizning amalimiz yo'q. Amalimiz yo'q. Qayta Serjan Bulashning nemisida xeyli ko'p odamlarimiz qutuldi. Biroq da u faqat yuzaki xarakterlik. Masalan, ular taqla to'pining yuzini chechib, yo'lib ketgan yana desib, namisini bosgandek bir ish bo'lib qoldi. Oxirida yana bular ash vaqtlarda tatib bular qo'ldirilib hammani kesishga boshladi. Kesdi. Jiddiy paytda kesdi. Bularning hech qanday hukmnomasi yo'q. Sotning hukmi yo'q. Sotga chaqirgan odammi yo'q. Ashad sen palajni kesilding, pishtarni kesilding degan uyatga bir uqtirish, ota-onasiga olgan bir uqtirish qog'oz, boshqa hech nima yo'q. Ayetlarga olgan. Buni biz bu yerda hammani tushunib ishga kelyapmiz. Bu yerda biz sukut qilib o'tirgan bilan sukutdan hech qanday foyda chiqmaydi. Biz hozir Xitoyni chekinishga majbur qilishimiz kerak. Cumhur Komünistik Partiyasini bu yo'ldan to'xtatishimiz kerak. Balkim bunday ketaversak, bizning bu hozir butun Shinjongdagi, Sharq Turkistondagi biz millatlar ko'rayotgan bilan balkim bu shunday ketaversa, butun xalqaro shu vaziyatga hozir biz ko'rgan shu vaziyatni ko'maydi deb hech kim deb aytamaydi. Bu cho'qim bo'ladi. %100. Unda bo'lsa ular Cumhur Komünist Partiyasi biz intayin kuchli pulimiz bor deb masalan Qozog'istonga o'xshash nemisi ojiz endi Xitoy bo'lsa 70 yoshlik ota 30 yoshlik bolalar farqi bor. Masalan sizning oilangiz
айыл тұтқының 30 жыл болса, 70 яшық ата-анасынан seçtirip gelmeydi. Xitay hazır 70 yıl oldu. Bizge 30 yıl oldu. Bizni başlap mağmaydı, belkim urğuşturdu. Şunaşka men hazır memleket asası aciz küçük memleketler çokum Xitayning yem haltısı oldu. Çokum ularni kurt orunda yap tügütüdü. Yok boldu ular. Mesela evet 26 terörist memleket degenin içinde hemisi küçük memleket. Onun içinde en çoğun sinigim ben nimede köygen vaktında Sida ve işen meygo da çıkarıp koydu. En katarlık memleket ular için etken Amerika yani. Koku atkanı da ular onun da başka memleketine hiç kandak memleketin köyge almaydı. Şuna menin Uygur kıyırdaşlarımga, özümün Kazak kıyırdaşlarımga Kırgız bolsun, Türk bolsun, her kandak bir milletinin Xitayning bizden bile Xitayning şu dinastiyaga karşı turishini chin ko'ngildan so'rayman. Hem de xalqaraning bizga xalqaro sudlarning hozir xalqaraning bizga nimasi küçük bizge bir küçük bir nime bo'lmasa biz buni yengolmas. Bizde undaq bo'lsa bizning Sen Türkistan yattan kıyırdaşlarımız hiç qanday qo'lida hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Ularning qo'lida hech nima yo'q. Hatta telefonimi ularning qarmoqida. Ko'chaga chiqsimi telefonni tek hech qanday bir yo'q ular. Xuddi bir uyda tursimi ular turmada turyapti. Ular uyda bo'lgan bilan yana shu turmada. Hozir biz Qozog'istonda yani yaxshi deb o'ylaymiz. Nimishqatimiz bizning mesela biz arzu armanlarımızı biz davatımızla anlavatsa. Uyerdeki halk şu, hiç kim anlayamaydı onu. Ular bir fakat kulağı gaz, göz kömeydi, kargodu mu tüven. Uyerdeki halk. Şuna sizde şu halkı köyünden barlık Müslüman kıyırdaşlarımız mesela çeteldeki bizge köngül bolatan kişilerimizin yıkımı çoğun kölen bizge yardım kılıp bizning tuqqanlarimizning, bizning mamlakatlarimizning o'z qo'ynimizga qaytishimizga bir yordam qilsa deb o'ylayman. Shuning bilan birga hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin, hammasi baxtli bo'lsin. Hamda ro'za Ramazon, ro'za tutgan qarindoshlarimiz hammasining ro'zasi mushu nimada Köp rahmet sizge mi? İnşallah boşaşmamızla herkesimi bu kılgan mücadelenizle, bu kılgan inkılap küreşinizle herkesimi bekar ketmeydi. Bununki mükafatını dünya ve ahirette Allah subhanahu berdi. İnşallah inşallah. Şuna sizinki şu abiyam degandek Xitoy xalqiga va Xitoy hukumatiga deydigan ko'ngil so'zingiz bo'lsa desangiz bo'ladi. Bo'lmasa shu xarita anamizga beraylik. Mening Xitoyga deyotganim Cumhuriyet Komünist Partisi çokum dinastiyasini to'xtatishi kerak. Agar to'xtatmasa, bizni to'xtatmaymiz. Biz 5 yil sukut saqildik, endi sukut qila olmaymiz. Çokum to'xtatishi kerak. Sharq Turkistondagi har qanday bir odam hech qanday gunohi yo'q. Hech qanday gunohi yo'q. Tuhmat orqali kirayotganlar. Hammasi tuhmat. Hammasi Cumhuriyet Komünist Partisi, Cumhuriyet hukumatining ularga chapayotgan Batnam. Batnamni to'xtatishi kerak. Shu boshdan lay, shu oxirsin lay bo'ladi. Shunga Cumhuriyet Komünist Partisi merkezi hukumat, merkezi partiyasi o'zini tekshirishi kerak oldindan. Nima uchun? Xalq nima ishqa hammasi qarshi turdi. Bütün dünya xalqi nima uchun ular qarshi turdi? Shuni o'ylash kerak. Ham o'zining xatoligini to'yish kerak. Bütün har qanday odamning turmada ularning hammasi 6 yildan tuvankilarning hammasi lagerda yotadi. 6 dan yuqorisini turmaga yetkazib aketdi. Hammani chiqarish kerak. Men Jungo xalq hukumatidan qat'iy hech qanday asossiz yo'q ahvolda bütün urug' tuqqanlarimizni hammasini turmadan chiqarib, lagerdan chiqarib, hech qanday sababsiz sababini izlash kerak. Ularning tutgan vaqtimiz sabab topmagan-ku, opirib so'lgan.
özünün ağzaki söz arkalı mecburi vurup ulanın kollarını koydurup aşık töhmetlerine çaplık. Hem de o töhmetlerini aklaşının acısı yok, çıkış gerek. Ben şunu talep kıldım. Kıymetli sözünüzge köp rahmet. Hem şu Halide Hanım'ızınki benim degendek Uygur halkından kütülgen näsi neyim kandak bir kıyınçılıkla uçradı, kandak yardımga ihtiyaclı, kandak kin şu Xitayla hakkında bir köngül söz, bu köngül sözünü alaylı. Halide ana siz hazır sözünüzü başlasanız buldu. Benim ballarımı ekirketkenге sebep Xitay aldap ekirketti. Benimki 3. balam ne şart kalgan? 2016 yılı sen 4 aylık Xitaycı okuysan dep elkirtip 1. ayda elkirip 4. ayda koyup egen. O kez urmagan, sokmagan ballık Yılkılarını, atlarını soyup, sihirlerini soyup, etlerini esip verip, ballarını okutup 4 ay koyup bergen. Üge etmasın diyen de kılıp. 2018 yılı 2. ayda Xitaycı okuysa, 4 ay okuysa, 4 ay okugandan keyin özen gün ısıgan keyin öz işini özen erkeklerini işleyse dep aldap ekeken 3 balını. Menin ballarım üy salıdı. 2 balam tamçılık kılıdı. Bir balam oyunun üstüne canşunçuluk kılıdı yağatçı. Bir balamның 3 savsak kolu yok. Tokrendiyle özünki cümüz bağıyla tokarılıp ketken 3 koldu bir balamnınki. 3. derece müydek 2. balamның. Ende bizden keliline uyaga ekir ketkenken ballarını girip ertesi ballarını ekir ketkenken kelili çıkırga vakta 3 kelinin çay takımını kıldıgan. 3 kelinin çetini bırak kesi olup kıpkızı güllerini takap Xitayning çangçılap çıkıdığan oyunları gözetkende kıpkızı boyap yüz gözüne kelinin aşağı türbünü koyup edi. O resimle, onun suretine ben balının resimini üretmiyorum desem bir kelin hükümeti uktutmay birisinin sorgusu tartıp sorga benim balamı da atıp verip şu arkalık resmini gördük. Benim kellerim diyenin torusunda semiz ayıp kelin tekrar mananday olup çıktı, ırkçımçılar koldek olup çıktı. Benim ballı kellerimde hazır sakçılarga, Xitay sakçılarga bir 8. dadinin künesinin meşitini buzup etken çıkıp şu meşitinin içinde mini salınınki tam katkısep koyup da 2. kelinde Tanartın keliniken etiyende keş batkanı kedidiken hiç kanda çıkkanга bostanlık yok. 14 nevrem var. 14 nevremin aldı 18 yaş kırdı. O ballarını anlaşımca bir yerde oktururken bir ayda bir ballarını kelilerge köstürürken benim anlaşım çıkaverdin. Benim kellilerinin, nevlerinin cağdayı kattık eğir. Endi kellilerin ballarının ki hiç kadar sebepsiz benim ballarım kazak boğalık için, herkes kazak boğalık için, Müslüman boğalık için, 5 vakit namaz okuyan için, öz ferzini öteş için, namaz okup cümek vargalık için 22 yıldan sotlap oturdu. Birini 30 yılga, ikisine 22 yıldan. Ben bu ekran çıkarık sebep, Xitay konsulun aldı çıkarık sebep, bütün Kazak kırındaşlarımızı, kamap sotlayotgan Uygur kırındaşlarımızı, ben 3 balam için çıkırım yok. Ben yerimni yedim, işlerini içtim. Ben özel 64 yaş geldim. Beni asla Kazakistan'da olsun, sotlusun, beni sotluversin. Ben hiç şimdi korkmayayım. Ben Uygur karındaşlarımız için, Kazak karındaşlarımız için, dünya Müslüman bendir için benim canım kurban. Ben korkmayayım, hiç demedim. Allah razı olsun maşallah. Allah razı olsun. Yani bizim başka köngül sözünüz başka bir kanda bir yardımga ihtiyacınız var mı? Başka köngül sözünüz?
Yardım istedim boğanda bir balam var özü yemisimi içmisimi ekip bekvatırı bana atamkım teyak verdi o. Hakimiyetten çakırıp işkiret çakırıp gürüç onu apırıp birisi asekte ben bu dünyada birisini aldap yuvasam o dünya kıyamet koyanda benim sorağı var bir sonu artık iç koysam sorak var onunla ben 40 bin tenge pensiye alıma balam öz yemişsin o tört balsıyla içmişsin bana yetkizip birdi boldu şunun razımı men özüm celil bakıdak bir halt onun öğütürüp bana hakimiyetin ona gel maya gel de etmeymen mendek ne cinsler yistir hotulla ba ayallar birden tepkilemigen bana degen nenelerine şu yetim ballağı bölüp birinler ben razı bana hiç mi ekememler dep men özüm açta cevap verdim men baybolat bildi men öyle yalnız durmam bari men Xitay konsuldan bari men bir çin kaynak suyunu bir to'g'ri namla yeyman yatib men tang'ardim bir çin ro'zil kaynak suyunu ichaman tamoq etib ichganga mening jag'dayim yo'q ayat yerib kelgan kunda o'zimda masqani oyoq deganni bosolmay qolaman gay baymurat ichqida gay zubliya ichqida bir o'rniqda bir azxat yozilgan yerdan ashlab berib kelib yuraman mening sizlarni o'tnarim bolam bana bir vize gerek. Ben Amerika, Türkiye her yer verip bütün kardeşlerimiz için, ballarım için, Kazak kardeşlerimiz için, Uygur Sıngal kardeşlerimiz için ben üniversiteni başlatmayayım. Bu yolu mağdan. Bana bir vize gerek, kömek gerek sizlerden bana. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Bu şu videomuzda barliq qarindoshlarımızdan taqib qo'yishini umid qilamiz. Hozir buni qarindoshlarimiz ko'ryapti. İnşallah sizinki bu ovozingizga cho'qim bizning tashkilot rahbarlarimiz bu ovoz qo'shib sizning bu qiyinchiligingizni hal qildi inşallah. Allah razı olsun. Endi bu akimizningki ko'ngil so'zlarini bir olaylik. Hozir siz mikrofonni etib qo'ya o'xshaysiz. Kim men Yo'q, ma o Po'latbek akimizmi? Baybolat. Hozir mikrofoningiz ichildi, lekin to'g'ringiz bek ojiz. Telefoningiz o'zingizning to'g'ri bo'lsa, o'ziningki ulusingiz yaxshi bo'ladi siz. Mau Bu akimizning to'g'ri faqat yaxshi emas. İnşallah yine biz devamlı programma qilib turamiz. Yana boshqa ko'ngil so'zlaringizlar bo'lsa ixtiyoriy shaklda desangizlar bo'ldi. Men Po'lat akamizningki mikrofoni taqilib qoldimi yoki to'g'ri sababli shundaqmi ovozi yaxshi kelmayotdi. Shunga Xalida ana yana sizning boshqa qo'shib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa desangiz bo'ldi yoki bu Gulpiya xonim Qazibek Açımız siz bana gap qilsangiz bo'ldi, bo'lmay qolsa programmani oxirlashtirsak bo'ldi. Men aytgan so'zim yo'q. Men bir yerga og'iz ochgan iftor chaqirib kelgandim. Bir qo'shni bolam mashina kelib shu bolam men to'sib turdi hozir. Men shimoldan 3 kun ketdim hozir. Bir o'zimning bir dokument pasportim aytilgan vaqtda shu dokumentni ektagan uyga bormay bo'lsa lekin qizim shu yerda bağlıvatı ben alıp getirivatı ben. Benim anda aytganda ketişim yok. Şu sizlerden ben bir kömek yaptıran bir yerde durayım. Oldu, rahmet. Köp rahmet. Siz Po'lat akimiz hozir mikrofoningiz ichildi demas. Lekin gap qilsangiz bo'ldi ixtiyoriy shaklda. Men bir yig'izga qilsam bo'lamdi. Bo'ldi.
Biz aldığımız günü Amerika nimesiga berip bizge bir viza berishni ötüngendik. Hem de onu erta altımızını kabul kıldı ola. Erteki günge bizni kabul kılmakçı. Hem de bolsa biz 87 gün boldu. Nurgun qatam ashad o'shidan ketgan odamlarimiz bo'ldi. Endi agar sizlar siz imkonsizsiz bizni aşı ishimizga biraz yordam qilsanglar. Masalan biz ashlardan vizani alamandik biz hozir bir qarong'ulikda turyapmizda. Biz endi bo'lsa chet ellarga chiqib o'z ovozimizni anglatsak deb endi vakolatdan chiqishimiz mumkin. Shuningga Allah razı bir olsun. Buldum. Şu programımızda mı bütün dünyanın arkadaşlık arkadaşlarımız görüp duruyordu. Hem Amerika'daki nurgulluğun teşekkür rehberlerimiz var. Ularımı yetkizimiz sizin avazınızdan inşallah. Ularımı kolun kilişçe tırışçılık gösterdi. Sizlerle yeni alaka kıp durumuz hem müşteri okşaşın akbaydan sohbetlerini orlaştırıp durumuz. Şundan için yine haberli şeyle bu programımızı görürken bazı kardeşlerimiz bu küçük takip koysa ve kolun kilişçe şu yolda izlenip sizlerge bir cevabını veririz inşallah. Rahmet sizden avar kıldık. Sizlerge mi köp rahmet. Emse. Görüşükçe aman boğayızla. Yine alakalı görüşüp duraylı. Kılatkan faaliyetinizden yine konumunuzdan yerim kılmayı dalmıştırınızla. Bu herkes karşılıksız kalmaydı. Bekâğı ketmeydi. Bütün Hristiyanlığınızla, vaktinizle bekâğı ketmeydi. Abiyem degende her işki dünyada bunun güzel sahabını alı sizler. Yani inşallah abiyem siz bu degendek yani Gülpiye Hanım degendek bu killa bundan üstü ketmeydi ama bir gün vatanımız kardeşlerimiz kutuludu. O çağlar diyelim şu sizden ki urtuklarımızla, balıçaklarımızla, şu kılgan mücadelenizle, şu küreşlerinizle hemimiz körümüz şu evlatlarımı kördü bunun da ilham aldı. Yani şu bütün dünyadaki kardeşlerimizin uygunlaşığa bir sebep oldu. Şunun için katliye boşaşmanızla şu yolda devam kılınızla. Allah razı olsun. Görüşürüz. Aman boğay sizle. Allah emanet. Sağ olun. Rahmet. Beni bir maşin tosaptırdı. Ben ekranın altını kitiversem ruhsat mı? Ruhsat buldu. Allah emanet. Güle